Abdurahim, senga qaysi ahmoq shunday fatvo olib kelgin deb buyurtma qildi? Yoki qaysi ahmoqona fikrlashing bilan o'zingcha tashabbus ko'rsatding hozir? Alboniyni shogirdidan fatvo olib o'zingcha nimaga erishding? Mana Imom Nodir, masjiddagi Imom Nodir senlarda hamma olgan fatvolaringni yo'qqa chiqardi-yu, sen o'zingcha bu bola dindan chiqqan murtad hisoblanadi deyapsan. Endi o'zing kofir bo'lding, o'zing murtad bo'lding. Chunki meni murtad emasligimni, kofir emasligimni Imom Nodir aytib qo'ydi hammaga. Senlarda vakillaring yaxshi rahmatullohga aytdi. Abdulloh bor edi u yerda. Yana bir ikkita isqirtlar kelgan, o'shlarga ham aytdi. Endi kim bo'lishding? O'zlaring murtad, o'zlaring kofir bo'lishding. Menga qilgan tuhmatlaring orqali. Agar o'zingcha shu hadislarda kelgan ma'lumotlarga sodiq bo'lsang, o'zlaring kofir bo'lishding. Kimki bir musulmonni kofir desa, agar o'sha musulmon kofir bo'lmasa, o'sha musulmonni kofir degan boshqa musulmonlar o'zlari kofir bo'ladilar. Mana sen o'zlaring kofir bo'lishding. Menga qarshi chiqqan butun o'zbek jamoati hammang kofir bo'lishding o'zlaringni da'voing bo'yicha. Butun o'zbek jamoati kim menga qarshi chiqqan bo'lsa, kim meni kofir deb chaqiruvlarga qo'shilgan bo'lsa, hammasi kofir bo'ldi. Chunki tuhmat orqali kofir bo'lishdi. Ular meni kofir deb tuhmat qilganliklari uchun, men aslida mo'min musulmon bo'lganligim uchun endi o'zlari kofir bo'lishdi tuhmatlari bilan. Mana endi qiyomatda kofir degan tamg'a bilan do'zaxga uloqtirilishadi inshaalloh. Mana endi ular oxiratda kofir holatda Alloh bilan yuzma-yuz keladi endi. Endi ular bilan kofir sifatida hisob-kitob qilinadi. Chunki bir begunoh insonni, bir mo'min musulmonni kofir deb atagani uchun. Indamay yursang, senga bir gap gapirmasdim. O'zing bir chekada pisib yuradigan odam bo'lsang, ey Abdurahim, senga kim qo'yibdi gapirishni? Senga kim qo'yibdi? Uyingda ham bir gaping o'tmaysligini hamma biladi-yu. Seni qo'l to'shayligingni, bir tinga qimmat odamligingni hamma biladi. Shu ishga aralashmasang o'zingga yaxshi bo'lardi. Allohning la'nati bo'lsin. Mana shu fatvoni olib kelganing uchun, fatvoni olib hammaga eshittirganing uchun senga Allohning la'nati bo'lsin. Sening zurriyotlaringga ham Allohning la'nati bo'lsin. Seni ota-onangga ham Allohning la'nati bo'lsin. Farzandlaring, nevaralaring, butun urug' aymog'ingga Allohning la'nati bo'lsin. Menga tuhmat qilganing uchun, menga qarshi fatvo olganing uchun, o'zingcha tashabbus ko'rsatganing uchun Allohning la'nati bo'lsin senga. Amin, amin, amin.